bizda ikkita iPhone bor, 16 Pro Max bor. Mana bunaqa aybi bor faqat. Hamma narsasi ishlaydi, sim kartasi ham ishlaydi, Face ID'si ishlamaydi. Bunda Face ID ishlaydi. Bu 15 Pro Max, 99% yomkisli. Bu Amerikadan kelgan va buni sim karta qo'ysa ishlamaydi. eSIMli va eSIM ham registratsiyadan o'tmagan, ishlamaydi ham. Va buni qanaqa ishlatib yursa bo'ladi desa, boshqa iPhone, eski iPhone'lar bo'lsa yoki Android bo'lsa, o'shani internet yoqib qo'ysangiz, butun programmani qo'yib ishlatsa bo'ladi va Face ID ham ishlaydi, 99% yomkis, $660, hammasi okey. Agar o'zingizlarning iPhone'inglar bo'lsa, o'shanda informatsiyalarni qo'yib berishimiz mumkin tekinga. Ya'ni mana bu bunaqa zilonkasi bor, zilonka qo'yib qo'ygan. Endi buni qanaqa ishlatsa bo'ladi desa, hamma narsasi ishlaydi Face ID dan tashqari. Agar Face ID ni ishlatib bering desa, mana bu olib kelgan sim kartamiz ishlamaydi. Ya'ni sim kartasiz bo'lib qoladi shunday. O'shaning uchun eng yaxshisi mana shu emaildan o'tkazganmiz, registratsiya qildirganmiz, $890 berasizlar. Mana shunday ishlatib yursanglar bo'ladi. Face ID'si yo'q, hamma narsasi